Hop, beta aminokislotalar qizdirilganda, demak beta aminokislotalarda shunday holat bor. Bu yerda dezaminlanish reaksiyasi bo'yicha ammoniak chiqib ketishi kerak bo'ladi. Ammoniak chiqishi uchun mana bu ugleroddan vodorod oladi. Bu ugleroddan vodorod oladi. Natijada buning hosil bo'lgan bog'i va bu uzilishdan hosil bo'lgan bog' o'rtaga, mana bu qismiga bizga qo'sh bog' tashlab beradi. Formulamiz mana shu holatda bo'ladi. SH2 qo'sh bog' SH bitta vodorodini, mana buni bitta vodorodini ammoniak olib chiqib ketgan bo'ladi. Va qo'sh bog' bilan bog'langan kislorod karboksil guruhida hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Plus ammoniak chiqadi. Bu dezaminlanish reaksiyasi beta aminokislotalarda. Demak, bu yerda ham istalgan holatdagi ammoniak kislota bergan bo'lishi mumkin. Masalan, bergan bo'lishi mumkin mana bu holat. Masalan, benzol halqasi. Xo'p. SH yozib qo'yamiz. NH2. SH2 karboksil. Bu beta aminofenil analin. Shunda mana bundan ammoniak chiqib ketadigan bo'lsa, bu holatda mana bu ugleroddan vodorodni oladi. Va natijada hosil bo'ladi benzol halqasi SH qo'shib tushadi. SH va karboksil. OH. Beta aminokislotalarda radikal qismda o'zgarish bo'lmaydi, faqat o'zgarish amino guruh joylashgan uglerod va alfa guruhda joylashgan ugleroddan vodorod chiqishi hisobiga sodir bo'ladi. Demak, mana bu alfa guruh uglerod hisoblanadi.